Ko'zlaringga qarab tursam maylimi? Sochlaringni tarab ursam maylimi? Ko'zlaringga qarab tursam maylimi? Sochlaringni tarab ursam maylimi? Quchog'ingda sayrab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Xo'p degin bag'ringdagi joning bo'lay. Quchog'ingda sayrab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Xo'p degin bag'ringdagi joning bo'lay. Gap yo'q lekin beshbog'oq. Bu ustoz san'atkor Dadaxon Hasanov qo'shiqlari bo'ladi. Albatta. Shunaqa chiroyli, lekin ovozi ham olib kelibdi. Ovozi kerak. Ustozlarga havas qilganmiz. Baraka toping. Karimjonni o'sha ko'rsatuvga birinchi bor kelganda, o'zing e'lon qilding. O'sha paytda juda bir maza qildik, bir qo'shiqlarni eshitib, juda bir jonli ijroda. Bitta maza qilasiz. Ha, bitta Dadaxon akani yanada boshlab birinchi epizodga o'sha tukubet qilib. Zo'rin tayyorlab kelgan bugun. Gap bilaman, bitta o'shani eshitib, o'shanda Dadaxon akani. Ko'zlaringga qarab tursam maylimi? Sochlaringni tarab ursam maylimi? Ko'zlaringga qarab tursam maylimi? Sochlaringni tarab ursam maylimi? Quchog'ingda sayrab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Quchog'ingda sayrab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Baraka top. Xo'p degin bag'ringdagi joning bo'lay. Ovozga shunchalik olganki, ovozi